Assalomu alaykum. Men Qurbonova Gulgina Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 4-bosqich talabasiman. Bugungi mavzuyimiz o'quvchilarni o'rganish, ta'sir ko'rsatish va kuzatish. Men bu mavzuni 3 rejaga bo'lib o'rgandim. Birinchi rejamiz o'quvchilarni o'rganish, ikkinchi rejamiz o'quvchilarni kuzatish va ta'sir ko'rsatish, uchinchi rejamiz o'quvchilarni o'rganish va kuzatishda sinf rahbarining vazifalari. Sinf rahbar o'z o'quvchilarini bilmasa, u o'quvchilarga yondashishda, pedagog ta'sir ko'rsatishda, metodlarni tanlashda katta xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Shu sababdan ham sinf rahbar o'quvchilar shaxsini, balki jamoaning ichki muhitini ham bilishi zarur. Bunda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hamisha va hamma holda hisobga olmoq zarur. O'quvchilar individual yondashish bu har qaysi o'quvchining xususiyatiga individual moslashish emas. Bu eng avvalo har qaysi o'quvchining individual xususiyati, uning shaxsiy tajribasini hisobga olgan holda unga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning yanada samarali yo'lini faol qidirib topish hisoblanadi. O'quvchilarga tarbiya berish jarayonida ularga individual yondashish har qaysi o'quvchisini o'z nazar e'tiborida tutishdan, uning xususiyatlarini bilishda, uning ijobiy xislatlariga tayanishdan, unga og'ir vaziyatlarda muntazam yordam berib ko'rsatib borishdan va unga yaxshi xatti-harakatlar uchun rag'batlantirib borishdan iboratdir. O'quvchilarni o'rganib, ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish, o'quvchini o'rganish pivot maqsad emas, balki ularga ta'lim-tarbiya berish uchun zaruriy sharoitdir. O'quvchilarni o'rganish borasida ishlar shaxsini kamol toptirishni, tabiiy tarzda faol ishtirok etish bilan o'quvchilarning zaruriy ma'naviy xislatlari va harakatlarini tarkib toptirish bilan organik ravishda qo'shilib ketadi. Sinf rahbari o'quvchilarning xulq-atvoridagi ijobiy xislatlarning rivojlanishi, salbiy xislatlarga barham berishini loyihalashtiradi. O'quvchilarni o'rganishda rejali tarzda muntazam olib borish darkor. O'quvchi xulq-atvoridagi yakka-yarim uchraydigan va tasodifiy voqealarni emas, balki uning shaxsida juda ko'p uchraydigan tipik xususiyatlarni o'rganmoq kerak. Shuni hisobga olish kerakki, o'quvchilar har doim o'sib rivojlanib borishadi. Doimiy o'zgarib turadi. Shuning uchun ham o'quvchini faqat rivojlanishga o'rgatmoq zarur. O'quvchilarni tabiiy hayot va ish faoliyati sharoitida o'rganish, o'quvchi ta'lim jarayonida ijtimoiy foydali maslahatga va jamoat ishiga jalb qilish lozim. O'quvchilarning o'qituvchi va o'quvchilar jamoasi, ota-onalar va tebrak atrofdagilari bilan kirishadigan munosabatini o'rganish lozim. Munosabatlar jarayonida shaxs yanada to'la ochiladi. O'rganishda turli metodlar va usullardan foydalanish mumkin. Ota-onalar bilan suhbat jarayoni ham bolani o'rganishga yordam beradi. O'quvchilarni o'rganib, ularni hayoti va turmush sharoiti bilan tanishish, o'quvchilarning axloqiy xislatlari, uning yutuq va kamchiliklari, ta'lim-tarbiya olish jarayonida uy sharoiti, tashqi muhiti ham inobatga olinadi. Shaxsning alohida xususiyatini emas, balki butun shaxsni o'rganmoq darkor. Sinf rahbari tarbiyaviy ishlarni turli bosqichlarda o'quvchi xulq-atvorining ayrim tomonlarini o'rganishga e'tibor qaratishi mumkin. O'quvchilar har tomonlama o'rganishga erishmoq uchun dasturni oldindan yaxshi o'ylab tuzib, o'quvchini o'rganish rejimini, suhbat savollari, insholarning mavzularini tanlab olish zarur. Sinf rahbari sinf o'quvchilari haqida quyidagi tavsifnomaga ega bo'lishi kerak. Bular birinchidan, sinfda qancha o'quvchi bor, nechta o'g'il bola, nechta qiz bola. Ikkinchidan, shulardan nechtasi bolalar va o'smirlar uyushmasi a'zosi. Uchinchidan, o'quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish reytingiga ko'ra a'lochi, past o'zlashtiradigan o'quvchilar, qaloq o'quvchilar. To'rtinchidan, milliy tarkibga ega bo'lgan o'quvchilar. Beshinchidan, sinfning parallel sinflar o'rtasidagi bo'lgan o'rni. Oltinchidan, o'quvchining yashash joyi. Yettinchidan, sinf faollari.
8-dan ota-onalar kengashining tarkibi. 9-dan ota-onalar yo'q o'quvchilar, ya'ni o'sha mehrga muhtoj bo'lgan o'quvchilar yoki bo'lmasa tarbiyasi og'ir o'quvchilar. 10-dan yordamga muhtoj o'quvchilar ro'yxati. 11-dan o'quvchilarning darslik bilan ta'minlanganligi haqidagi ma'lumot. 12-dan maktab kutubxonasiga a'zo bo'lganlar soni. Mana shular sinf rahbarining o'quvchilarni o'rganishga juda katta yordam beradi. Sinf rahbarining o'quvchilarni o'rganishdagi dastlabki ishi va to'playdigan ma'lumotlari shulardan iborat. Shuningdek, sinf rahbari bilishi kerak, o'quvchining ota-onasi qayerda, kim bo'lib ishlaydi, oilaning tarkibi, uning moddiy darajasi qanday, oilada o'zaro munosabatlar, oilada bolalarga yordam berish o'ziga xosligi, bolaning uydagi kun tartibi va maishiy ahvoli, bolaning uy va jamoa ishlarida ishtiroki, uni maktabdan tashqari do'st va tanishlari, o'quvchi ta'tilda qayerda bo'lishi, bolaning hayotdagi eng muhim voqea hodisalar, o'quvchining salomatligi, ahvoli va xodimlarning ma'lumotiga ko'ra mana shularni o'rganish sinf rahbarini o'quvchilarni o'rganishga bo'lgan yondashishini, ya'ni xulq-atvorini, ijobiy xislatlarni o'rganishga juda katta yordam beradi. Men bu darslikda hamjihatlik metodidan foydalandim. Bu metod o'quvchilarning ichki hissiyotini tushuntirib beradi. Ya'ni o'qituvchi, sinf rahbari ertalabdan soat 8:30da o'quvchilarni qabul qilishda mana shu metodlar orqali foydalanish mumkin. Ya'ni bu metodlar o'quvchilarning ichki hissiyotlarini tushuntirib beradi. Yurakcha, ko'rishgan yoki musiqa shaklda o'quvchilarni kutib olish, o'quvchilarni dars boshlanishidagi kayfiyatini ko'tarish, ya'ni yaxshi kayfiyat bilan dars boshlanishi kerakligini yoki bo'lmasa ularning ichki hissiyoti uydan xafa bo'lib kelganda ham o'quvchilar mana shu narsalarni ko'rish orqali darsga bo'lgan qiziqishi oshishi, sinf rahbariga bo'lgan muhabbatini oshishi, ya'ni ularning ichki hissiyotlarini tushuntirib berishi mana shu metod orqali foydalanishimiz mumkin. O'quvchilar jamoasi mustaqil tashkilotdir, ammo bu pedagog rahbarlikka muhtoj. O'quvchilarni o'z holiga tashlab qo'yish ham ayni vaqtda bolalar jamoasiga nisbatan ma'muriyatchilik ham buyruqbozlik yo'lga o'tib olish ham mumkin emas. Birinchi holda sinf rahbari bu ishlardan umuman chetlashib, o'quvchilari bilan aloqaning susayishiga yo'l qo'ysa, ikkinchi holda bu tazyiq yo'lga o'tib, o'quvchilar mustaqilligini yo'qqa chiqaradi. Sinf rahbarining bosh vazifasi bolalar jamoasining faoliyatini mohirlik bilan boshqarish, o'quvchilar tashabbuskorligini o'stirish, sinf jamoasi faolligi va mustaqilligini tarkib toptirish lozim. Bizning darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.